Do'st, yaqin qarindosh, ishonchli inson. Siz pasport ma'lumotlaringizni, kartangizni yoki telefoningizni yaqin tanishingizga berganmisiz? Bugun eng ko'p uchrayotgan kiberfiribgarlik shaxsiy ma'lumotdan foydalanib, yashirin ravishda kredit rasmiylashtirish. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahrida yashovchi 45 yoshli fuqaro ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilib, uning nomiga onlayn kredit olinganini, lekin ushbu kreditni u olmaganligini, ushbu kredit haqida bank plastik kartasidan pul mablag'i yechilganida, bank ofisiga borganida uning nomiga kredit rasmiylashtirilganligini ma'lum qilgan. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida ushbu jinoyatni Sirdaryo viloyati Yangiyer shahrida yashovchi 18 yoshli shaxs sodir etgani aniqlanib, mazkur shaxs jabrlanuvchining tanishi ekanligini, ularning ruxsatisiz pasport ma'lumotlari orqali tegishli bank mobil ilovasidan ro'yxatdan o'tib, shaxsni biometrik identifikatsiya qilib, onlayn kredit rasmiylashtirib, egallangan pullarni boshqa bank plastik kartaga o'tkazib olganligini ma'lum qilgan. Hozirda jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.